Hi guys. Assalomu alaykum barchaga. Biz bugun sizlar bilan mana shu ekranda ko'rib turgan kitobimizdan darslarimizni o'tishni boshlaymiz. Barcha yaqinlaringizga share qilib qo'yasiz degan umiddamiz. Barchangizga rahmat bizni kuzatayotganingiz uchun. Bizni qo'llab-quvvatlab tursangiz, bundan-da yaxshiroq videolar chiqarishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Kitobimizdagi birinchi bo'lim, birinchi mashqdan boshlaymiz. Qani ketdik. Evaluate without a calculator. Kalkulyatorsiz hisoblang. O'zi bo'lim mavzusi daraja va ildiz bo'yicha bo'ladi. Hozir daraja mavzusiga oid misollarni ko'rib chiqamiz. Bunda qani ketdik. Birinchi savol mana -1 ning 10-darajasi. Qavsda bo'lgani tufayli 10-daraja 10 bu juft bo'lganligi uchun 1. O'zi bularning barchasi qoidaga tushadi. Daraja xossalari bor. Buni Telegram kanalimizda daraja xossalarini tashlab qo'yamiz. O'sha orqali xossalarni yodlab chiqasiz. Keyin bularni ishlashda umuman qiyinchilikka uchramaysiz. Qani ketdik. Ikkinchisi -1 ning qavsda 15-si. 15 bu toq, shuning uchun -1 bo'ladi. -1 ning 8-si. 8 juft. Bunda ham 1. Bularda ham ko'rib turganingizdek bu -1 ning 8-si. Minusga e'tibor bermaymiz. Bu yerdagi 1 8-darajasi faqat 1 ni o'ziga tegishli. 1 ning 8-darajasi 1 albatta. Oldidagi minusiga qaraymiz. Minus bor. Mana ko'rib turganingizdek. Keyin -1. Keyingisi bunda ham shunday bo'ladi. -1 ning 8-darajasi 1 bo'ladi va oldidagi ishorasiga e'tibor bersak minus, bunda ham -1 javob. Keyingisida -3 ning kubinchi darajasi. O'sha 3-darajasi. Bularni oson bo'lish uchun yozib chiqdim. -3. 3 ta -3 ni ko'paytirish degani. To'g'ridan-to'g'ri ham yozsak bo'lar edi. Lekin 0 dan boshlab o'rganayotganlar uchun qiyin bo'lib qolishi mumkin deb o'yladim va -27. Keyingisi -3 ning kubinchisi. Bunda ham minusga e'tibor bermaymiz. 3 ning 3-darajasi -27. Xo'p, keyingisi 8-savolimiz. -6 ning kvadrati, qavs oldi minus bor, e'tibor beramiz. Bunda ham oldidagi minusni yozib olamiz va -6 ning kvadrati degani bu 2 ta -6 ni bir-biriga ko'paytirish ishorasiga ham e'tibor beramiz. Keyin bu 36 ga teng bo'ladi. Oldidagi minus tufayli -36 bo'ladi. Keyingi savolimizda ham xuddi shunaqa ekan. Mana bu yerda ko'rib o'tganimizdek. Keyingisi bunda ham 2 ni kubi ko'paytirilgan 3 ning kvadrati ko'paytirilgan -1 qavsda 5-si. Hisoblaymiz. 2 ning kubinchisi 8 ko'paytirilgan 3 ning kvadrati. 2 ta 3 ni ko'paytirish. Shunday bo'ladi 9 va -1 ning 5-chisi. 5-daraja o'sha 5 toq bo'lganligi uchun -1 bo'ladi. Qavsda yozib qo'ydim. Keyin 8 kara 9 72 va -1 bilan -72 bo'ldi. Keyingisi 11-savolimiz. Diqqat bilan e'tibor beramiz. 4 ning -1-darajasi. Bunda o'sha yerdagi mana bu minus taqsim, ya'ni bo'luv belgisini bildiradi. Shuning uchun 1 taqsim 4 deb yozamiz. Agar hozir aytib ketishimiz kerak shuni. Agar 4 ni -2-darajasi bo'lganda edi, 1 taqsim 4 ning kvadrati bo'lar edi. Keyingi savolimiz 12-savol. 5 ning 0-darajasi. Bunda 1 ga teng.
Buni ham o'sha jadvalimizda tashlab beramiz. O'zi qoida tariqasida yozilgan. Har qanday sonning 0-darajasi 1 ga teng. Xoh mingning 0-darajasi bo'lsa ham 1 ga teng. E'tiboringiz uchun barchaga rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Like, share, kommentariya orqali bizni qo'llab-quvvatlang.